Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday yaqin bo'g'oz sog'liq ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi videolarimizga ikki partiya qo'ydi puli arzon tug'oy deb turgan variantlardan chiqarib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugün biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu o'zimizning qo'raga kelgan qo'ylarni video syomka joylaymiz. Bugungi sanalarimiz 2025-yil 10-dekabr, haftaning chorshanba kuni hammamizga qutli muboraklik kelsin deymiz. Video syomkalarimizni boshladik. Birinchi partiyamizga 3 dona bo'g'oz sog'liqda o'ta yaqin variantidan jonivorlar. Yuzlari ham o'ta tiniq. Mana bu qo'yni qarang. Yoshlari 6 tish, 12 ham. Mana bu qo'yni qarang, jonivor. Tug'ay deb turibdi. Yoshlari 6 tish, 3-qoringa bo'g'oz hammasi. 3 o'lovgan. Bo'ylari 80 plus kelorasizlar. Yeb ichishi bir haftagacha garantiyalari bor. Dumbalar tikka dumba, birottasiniki osilmagan. Jonivorlar mana bu qo'ydi. Qarang turibdi jonivorlar. Mana shu qo'yimiz ham 6 tishga endi chiqargan. Yuzlari ham o'ta tiniq jonivordi. Вообще o'ta go'zal narsalar. Uzoqroqdan ko'rsataman obunachilar. Qo'ylarimiz ideal holatda, yeb ishlari ham zo'r. Sog'liqlariga keladigan bo'lsak, sog'ligiga ham bir hafta garantiyalari bor. Yeb ichishi, sog'ligiga, yo'tal kutaliga bir hafta garantiyasi bor, lekin issiqjoniga garantiya yo'q. O'zimizga ham garantiya hozir shu ularda issiqjon. Lekin sog'ligi a'lo darajada, xudo xolasa. Yeb ishlari ham zo'r. Akalar buni narxi keladigan bo'lsam, 3 olovini bir joyga olaman deganga 5 million so'mdan hayrini qilib, telefon qilsalaring, ishlaringni bitiradan qilib chiqarib beraveramiz. Mana bu qo'yni qarang, jonivordi. Har qancha maqtasangiz. 5 million so'mdan telefon qilsalaring, yozmas xayri ham bor. Dastlabkilarimizga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab bepul, undan yo'g'iga kelishilgan holatdagilar. Bu bizning birinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyaga bundan ham zo'rlari bor, puli o'ta quloylari bor. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib qo'yamiz. Obunachilar, mana bunaqa qo'zi variantidan qidirgan akalarimizga bir dona qo'zi, 2 dona 6 tishidan. Mana bu qo'zini qarang, jonivordi. O'ta go'zal variantidan quloq qarang, garbonos. Hamma yo'g'i kelishgan ideal holatda jonivordi. Bo'ylari qo'zini o'zi 75, nargilari 80 atrofida. Yoshlari shu aytib o'tganimdek, mana bu ikkalovi 6 tishdan. Jonivorlar bular ham bo'g'oz, lekin qo'ziniki 50-50. Lekin mana bu ikkalovi ham 100% bo'g'oz. Qorin tashiyotib qo'ylar. Mana bu qo'zini qarang, har qancha maqtasak ham jonivordi. Quloq ham o'ta kelgan, joylashuvlari ham o'ta zo'r. Bo'ylarini aytib o'tdim akalar. Buni bir dona qo'zimiz 75. Mana bitta bilan mana buni 80 ga urasizlar. Bo'g'ozligi shu aytib o'tganimdek, qo'ziniki 50-50, lekin mana ularniki naq bo'g'oz. Akalar, birinchi partiyadan xudo xolasa bularning narxi arzon. Qo'zisi bor ekan, narx ko'tarib olish keragi yo'q. Sotgani videoga qo'yilyapti, xudo xolasa. Narxini arzon qilib, yo'lida qilib, prosmotr uchun emas, realni, haqiqiy narxlari bo'ladi, xudo xolasa. Kanalga tirs bosib, like da obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Kanalimizda rivoj uchun mana shu mehnatimizni qadriga yetib. Xo'p, yemoq-ichmog'iga bir hafta garantiyasi bor. Kasal kusali yo'q, sog'ligi joyida, xudo xolasa. O'ynab turgan jonivorlar. O'ylarni qaranglar. Akalar, videoni qisqaroq qilaman-da. Xo'p, bularning narxi keladigan bo'lsak, 3 olovini narxi bitta, mana qo'ziniki alohida, ikkala bo'g'ozniki alohida emas. 3ovini bir joyga oling, 48 dan ketaveradi. Telefon qilsangiz yana xayri bor. Endi tanlab olaman deganga plus minusi bor. 3ovini bitta oling, baraka topasiz, xudo xolasa. Mana bu qo'zi, lekin boshqacha narsa tuqqandan keyin yana o'sadi. Bo'g'ozligi lekin noma'lum, 50-50, buni 100% bo'g'oz deb bo'lmaydi. Buni birinchi tug'ishi hali qorin ortida tashlamagan.
Hali tish yormagan mana bu qo'zi jonivordi. Garbonosga bitta baho berib qo'yamiz. Qo'zi yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Biz videolarimizni shu yerda tugatamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.